O'zi BIOS nima? BIOS bu asosiy kiritish va chiqarish tizimi hisoblanadi. BIOSning vazifalarini bir ikkitasini sanab o'taman. BIOS kompyuterdagi qurilmalarning dastlabki tekshiruvini amalga oshiradi. Kompyuter bilan operatsion tizimning dastlabki yuklanishini amalga oshiradi. Qurilmalar bilan bir-birini moslab beradi va boshqa bir qancha amallarni bajaradi. Endi qaranglar, har bir kompyuterda har bir modeliga qarab BIOSga kirish bor. BIOS bizga nima uchun kerak? BIOS bizga asosan Windows qilayotgan paytimizda kerak bo'ladi. Ya'ni Windows yuklanuvchi qilayotgan paytimizda, fleshkani ko'rsatmoqchi bo'lgan paytimizda BIOSga kirib, fleshkani ko'rsatib olishimiz kerak bo'ladi. Endi har bir kompyuterda o'ziga kirish yo'llarini boya aytdik. Qaranglar, men aytdi. Acer'da F1, F2, Ctrl Alt S ga yoki bo'lmasam Asus'da F2, Delete, Ctrl F2 yoki boshqa kompyuter yana boshqacha. Bir xil kompyuterlarda funksional knopka Fn bilan kelgan bo'ladi. Ya'ni Fn ni bossalaring F2 ishlaydi. Shunga ham e'tibor beringlar. Endi BIOSda amaliy darsini ko'ramiz. Bu darslik ham bizning mualliflik huquqimizga ega emas. Ya'ni boshqa darslik. Imkoni boricha shunga ko'rib, ozgina tushuncha olsalaring bo'ladi. Qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Qaranglar. BIOSga kirganlaringda, ya'ni F2 bilan kirganlaringda tepada bot degan joy bo'ladi. Botga o'tasizlar. Botga o'tganlaringdan keyin birinchisiga fleshkani ko'rsatib qo'yasizlar. Shundagina u fleshkani birinchi bo'lib yuklaydi. Agarda keyin Windows o'rnatib bo'lganlaringdan keyin fleshkani pastga tushirib qo'yasizlar yoki fleshkani olganlaringdan keyin o'zi avtomatik hard diskimizda tepaga chiqib qoladi.